birinchi yig'i eshitilganda men o'zim yig'laverganman to'g'risi. O'zingizni farzandlaringizni dunyoga kelishida ishtirok etganmisiz? Men o'zimni farzandlarim dunyoga kelishda ishtirok etganman, lekin shifokor sifatida emas, ota sifatida kuzatuvda bo'lgan. Meni ustozlarim, meni oilam yoshimiz katta bo'lib turmushga qurganmiz, ya'ni 30 yoshda turmushga qurgan bo'lsak, 31 yoshda ota bo'lganman. 31 yoshda endi Ayolingiz ham yoshlari baravar. Bir baravar. Ota bo'lish, bolani dunyoga kelishi yurakda boshqacha hisda, juda boshqacha his. Buni his qilgan biladi. Bolam operatsiya, masalan, kesir kesish orqali tug'ilishi kerak edi bolam, chunki pokazaniyalar bor edi. Kesir kesish orqali tug'ilayotgan vaqtida meni ustozlarim tug'dirgan, chunki men qo'ymagan, sen chiqib tur degan operatsiyonni. Keyin baribir eshikni orqasida eshitib turasiz, birinchi yig'i eshitilganda men o'zim yig'laverganman to'g'risi. Juda bir boshqacha ta'sirli bir buyuk ne'mat deydimi shunaqa narsada. Keyin baribir operatsiya vaqtida qanaqadir bir paddishga baribir bo'lib turganmiz endi ayolimga nisbatan, lekin shu vaqtda men o'zim shifokor sifatida yordam bera olmaganman, chunki bera olmayman-da, chunki nima deydi, o'zingizni yaqin insoningizga bir tiq tegiza olmaysiz. Shu darajada agarda siz operatsiyaga kimdir qilayotgan bo'lsa, qo'shilsa ham u operatsiya qiladigan odamning xalaqit qilganday bosim bo'ladi va qanaqa daraja yozilmagan qoidalari operatsionni. Vaholanki bir kunda nechta ayolni siz operatsiya qilasiz.